Tushda rozetka ko'rishning ta'birlari. Quvvat manbai, energiya bilan bog'lanish. Rozetka bu tashqi manbadan quvvat olish vositasi. Tushingizda rozetka ko'rish sizga hayotingizda yangi energiya, ruhiy kuch kerakligini yoki siz energiya olish imkoniyatini izlayotganingizni anglatishi mumkin. Bog'lanish va aloqa. Rozetka biror qurilmani tok manbaiga ulash vositasi bo'lganidan, bu tush kim bilandir yoki nima bilandir aloqa, bog'lanish istagini bildirishi mumkin. Siz boshqalar bilan yaqinroq bo'lishni, tushunishni yoki qo'llab-quvvatlashni istayotgan bo'lishingiz mumkin. Imkoniyatlar. Tushdagi rozetka ba'zida yashirin yoki hali ishlatilmagan imkoniyatlar timsoli sifatida qaraladi. U sizga yangi ish, loyiha yoki yangi qaror uchun kerakli manba yoki imkoniyat borligini eslatishi mumkin. Agar rozetkaga nimadir ulayotgan bo'lsangiz, bu siz o'zingizni yangilayotganingizni, kuch to'playotganingizni yoki qandaydir faoliyatga kuch sarflayotganingizni bildiradi. Agar rozetka ishlamayotgan bo'lsa, bu holatda sizda qandaydir energiya yo'qligi, ilhomning yo'qolishi yoki tashqi yordamga ehtiyoj borligini anglatadi. Balki o'zingizni charchagan, to'ksiz his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.